Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga aziz mehmonlar. Sementalga ishqibozlar, sementalga qiziqganlar. Bir jup molimiz sotiladi. Bitta novvos, bitta xonajin. Molimiz o'ta yaxshi holatda. Yeb ichishlari xudo xolasa yaxshi. Emlamalari bo'lgan, dermazitga, qorasonga emlamalari bo'lgan. Bu xonajinimiz bu, xonajin bu. Qulog'ida boldag'i yo'qligi sababli bu xil o'ylanishi mumkin. Bu qulog'ida boldag'i yo'q ekan. Yo'q, qulog'ida boldaq taqilishi sabab fermalarda taqiladi. O'sha molni qachon tug'ilgan, qaysi oyda tug'ilgan, qachon emlamasi bo'lganligi uchun dokument uchun taqiladi. Bu firmadan chiqqan bo'zi emas. Bu o'zimiz sigirdan chiqqan bo'zi. Hozir onalarini ko'rsatamiz. Mana u novvosimizga mana qulog'ida boldag'i yo'q. Bu ham o'zimizni sigirni bolasi, semental. Mana o'ta yaxshi holatda. Bu novvosni bo'yi 1.30. 1.30 dan past emas, xudo xolasa. Mana arqalari bilan ko'rishlaring mumkin, oyoqlari keng. Molga qo'shaman deb olsa ham bo'laveradi, yemlayman desa ham olsa bo'laveradi, tayyor. Hali yem yegan yo'q. Shu ozginadan bizdan galatma bo'lyapti. Bu xonajinimizning bo'yi 1.25, 1.25 dan xudo xolasa past-past. 2 oy, 3 oyda xudo xolasa molga qo'shsa bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani, Qorajida shaharchasi. Onalarini ham ko'rsatamiz dedik. Mana onalari. Shu onalari bo'ladimi? Birinchida 1-2 dagi onasi bo'ladi. U nari mollar sotilmaydi, ikkalasi sotiladi xolos. Onalarini ham ko'rsatayim bo'ladi. Bunisi yaqinda tug'di, shunga ozg'irroq. Narigisi mana bemalol ko'rsatayim bo'ladi. Kelib onalarini ham ko'rishlaring mumkin. Bu o'zimizni chorva, sotish niyati yo'q edi. Ozroq ishlar chiqib qolib bitirish kerak. O'sha sababli sotyapmiz. Mol istagan tuyaq. Oq tumshuq. Bunaqa xullas tushungan tushunaveradi bitta ko'rishda uni. Bunaqa deyish ham shart emas. Bunisi sal qo'ng'irrog'idan, novvos qo'ng'irrog'idan. Juni qo'ng'ir deydi, shunaqa qo'ng'ir sortidan. Buni otasi ham qo'ng'ir edi. Mana xonajinimiz. Xonajinimizning holati. Narxi, eng qizig'i narxi. 65 million kami bor. Xudo xolasa kelishamiz, yo'lini qilib beramiz. 65 million kami bor. Donaga ham agar kelishib olsak sotaveramiz. Iloji boricha jup olinsa yaxshi bo'lardi. Jup sotsak bizga yaxshi. Telefon nomerlarimizni nimaga yozib qo'yamiz? Boshiga telefon nomerlar beriladi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Ko'pchilik ko'rish uchun. Yana sizlarga manfaatli videolar chiqarib turish uchun obuna bo'linglar. Hammalaringga rahmat. Va aytgancha kommentariyada molni tepasi umuman ko'rinmayapti deyapti. Molni tepasi ko'rinadigan. U mol kichkina mol bo'lishi kerak, mana aka. Tepasi deganlarga mana tepa tomonidan ham ko'rsatib qo'yamiz. Shu kommentariyaga shunaqa deb yozishibdi mana. Mana aka, tepasidan ham bemalol. Mana aka, tepalari ham bemalol ko'rinadi. Bu mollarda tug'ilgan videosi ham bor. Shu kanalimizda bor. Biroza 1 yil oldin yoki 1 oy oldin qo'yilgan. Ko'rmoqchi bo'lganlarga, haligi ikkilanganlarga o'sha videoni topib ko'rsalaring ham bo'ladi. Hammalaringga rahmat.